Assalomu alaykum, hurmatli Marhamat Chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Qipchoq mahallasidan qadrdonlar sotiladigan bir dona dehqon g'unajinimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, yuragini qizartirib, obuna bo'lib qo'ysanglar, qadrdonlar bunaqa dehqon mollarni ko'proq chiqarib boramiz va sizga va qolganlarga manfaatli bo'lish uchun obuna bilan like ayamaysizlar degan umiddaman. Bugungi kunimiz 2026-yil haftaning 20 dushanba kuni 25-may. Bugun xudo xolasa ko'plab biz qator tengi odamlar bitirdi maktabni, xudo xolasa katta hayotga qadam qo'ydi. Bugun xudo xolasa sizlarga bitta dehqon g'unajin. Biz kechagi Marhamatni qilgan obzorimizda kechagi kuni qo'ydik, videoda ko'plab obunachilarimiz Oshka xonim, xudo xolasa dehqonlardan chiqaring, biz manfaatlanaylik, sizni kuzatamiz addushi deydi qadrdonlar. Sizlarga dehqon mol topa olmadim. Shuning uchun o'zimni kichkinalikdan baqib kelayotgan shivetimni, fermadan olgan shivetimni xudo xolasa sizlarga bittadan ko'rsatib, sizlarga taqdim qilmoqchiman. Xudo xolasa qiziqqanlarga. Endi bu misol o'zim sotish maqsad yo'q. Xudo xolasa xaridori chiqib qolsa sotib olamiz qadrdonlar. Xudo xolasa o'zim cho'kka chiqarganim yo'q hali buni. Qadrdonlarim, xudo xolasa g'unajin fermadan olingan, qulog'ida sirg'alari, yeb ichish sog'ligidan vobshe muammosi yo'q. Qadrdonlar, bu molimiz 1 oyligida olingan, xudo xolasa yangi sutdan ajratib olingan shivetimiz. Xudo xolasa mana qulog'ida sirg'alari bilan bo'ylari 1.15 plyusida, kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku. Lekin qadrdonlar, molimiz xudo xolasa xijolat qilmaydi. Orqa oldi keng, yemoq-ichmoq sog'ligidan vobshe muammosi yo'q. Xo'p. Qadrdonlar, molimizning narxi 16 million so'm, ozgina kami bor. Dastavkasini men qilib bera olmayman. To'g'risi, men dastavka qilib beradigan tanishlarim yo'q. Xohlasanglar o'zingizlar kelib dastavkasini mashina jo'natsanglar beraveramiz. Manzil Andijon viloyat Marhamat tumani. Qadrdonlar, xudo xolasa o'zim noldan mol qilaman deydigan obunachilarimizga rasa tushadigan g'unajin, chunki o'zim ham buni qiziqib olganman. Firmani moli xudo xolasa. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan qiziq, bundan chiroyli dehqonlaridan xudo xolasa siz izlagan sigirlarni qidirib topib sizlarga taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.